Kan içideki boğaq 4-cü qism. 105-ning deganlarini anglagandan keyin Jang Juntao'ning vujudi shurdi qilib ketdi. U yana ishonolmaydi. U o'z-o'ziga pichirlab, bu oturliqlik bir yeziq nereden kelib qolgan muncha dushman bu? Ya bu chegara boy bo'lmasa? Uning ustiga bu yezlardagi uylarning ahvolidan qaraganda bo'lsa bordi 10 mingdan bos. Ammo xalqaralangan 100 ming kishilik bir qo'shin bilan bostirib berishimizdan qaraganda haqiqatan bu xatarlik dushman bu nima? Jahangirlar tarafidan zamonaviy qurollar bilan qurollantirilgan ustun harbiy saviyadagi bir qo'shin bormi o'tag'i? Voy tangrim. Saq-salomat chiqalarmanmikin-a? Ular har bir qariyib ko'ringan narsaga qurol batlab, yezi o'ylariga yaqinlab ketayotganda Jang Juntao yana bir fursat tepib Xiaojudan so'radi. Qandaq bir ishda qiladi? Mana vermikan? Yo'q, farzim to'g'ri ekan. Uyg'ur degan bu aylanboshlar chatoq chiqiribdi. Haqiqiy jang bo'ladi. Bizga yaxshi fursat deganimda qil. Bu ketishimizdan qaraganda ular haqiqatan bakamanda qilamdi nima? Saqqalandiq yo'q. Shuni bir degina. Voy ahmoq, ularda nima kuch bo'ladi? Bo'lsa bir shu bir narsal qorali bordi. Saqchilarimizni o'ltirib elib olibdi ekan. Undan boshqa qo'lda yasalgan bombalar bormish. Nima yaraydi bu bir nimalar? Hamisi nimanchilarga qo'shin bilan bu qadar hayvat bilan yurmak bu. Ularning yurikini mujish uchun shunday sur ko'rsatmay bo'lmaydi. Bo'ldi. Endi o'ningni o'char. Aldan qarab, har bir o'yini bir dushman qilasi deb ber. Jang Juntao hem qo'rqatdi, hem hayajonlanadi. Qo'rqish Xitoy bo'lganligi uchun tabiiy ichdan kelayotgan tug'um sezgi edi. Hayajon maktab darsliklari, jamiyatdagi tashviqot va askarlikdagi idiviy qurilishlar natijasida shakllangan xalq qahramoni bo'lish, Dongsunri, Huangjigonlardek ulgi tiklash istiqini teshig'i tepishi edi. Xalqning baxt saodatlik hayotini qo'g'dash uchun ming o'lishga rozi bo'lish haqida o'gitilgan yoki shunga va'da elingan edi. U urush kinolarini eslab, o'zini shulardagi qahramon azodlik armiya jangchilariga selishtirdi va cho'qim shulardagi xalq uchun barlig'ini fido qilishga o'z-o'ziga rag'bat berdi. Xalq dushmanlariga rahimsiz bo'lish, xalq manfaatiga, hayoti va mol-mulkiga daxl tarz qilgan bu isyonchilarga yumshoq bo'lmaslikka o'z-o'zini ogohlantirdi. Qismning rasmiy hujumga o'tishi bilanla qayerdadir yerning tagidan kelayotgandek motor ovoz kelishga boshladi. Bu ya tankining motori yoki tik uchar aeroplanlarning motor ovozi bo'lishi mumkin edi. Orqadan tunji o'qlar etilishga boshladi. Kechining surlik jimliqi tuyuqsida buzilgan ashu birinchi daqiqada shundoq bo'lishini biladigan turibmi, bu yoqdagi Xitoy askarlari cho'chib ketishdi va yuraklari shiddat bilan salg'ildirdi. Voy tova, kimlar bilan to'qinishdigina? Eng avval qo'ylim kimlarning beshiga keldigina? degan xiyollarni qilishdan o'zini tutolmagan Jang Juntao o'lim qo'rqinchisida bayotini o'z-o'ziga pichirlagan xalq qahramoni bo'lish to'g'risidagi va'dalarni pak-pakiz unutib titrashga boshlagan edi. Shunglashqa u yoqda odam qarshısida ko'rinib ketgan bir narsaga ixtiyorsiz holda bir talay o'q uzib, qo'lidagi Qur'onning amaliy mavjudligini his qilish orqali o'ziga madad bermoqchi bo'ldi. Uning tarafida uzoq bo'lmagan orliqda ketayotgan Xiaoju uningga yaqinlab, "Biror odam ko'rganmiding? Nima bo'ldi?" deb so'radi. Uning o'z komandasidagilarning eng avval dushman o'ldirgan bo'lishini ko'rish orzusi bor edi. "Shu tarafga yaqinlash, diqqatli bo'l, o'qni ayima. Chala bo'lib qilib seni etib etmaslik uchun jiqroq o'q etib ondan yaqinlash", dedi muavin 15 uningga madad berib. Jang Juntao'ning janubiy sabti tunji o'qni etishi bilan jasoratlangan jur'atsiz Xitoy lashkarlari har ko'ringan qarg'a o'q yog'dirishga boshladi. Normalda o'qning hisobi qattiq tutiladi. 3 yil askarlik jarayonida 3 yoki 5 qitim rasmiy etish mashqi bo'ladi. Ba'zida 3 taldan, ba'zida 5 taldan o'q beriladi. O'q etish har kim uchun jalbkor bir mashg'ulot bo'lganligi uchun hech kim xumardan chiqmaydi. So'riq yo'q o'q bo'lsa, raso etish orzusi har askarda emas, qurolga o'rgangan har erkakda kuchli bo'ladi. Shundoq ekan, hisobi qilmaydigan o'q, so'riq yo'q jahon bo'lsa, kim otmasin? Kommunistlarning hech so'z rost chiqmaydiganini ko'nib qilishqachqa, toki yenidagilardan birinchi o'qni otmoqcha, yana ko'ngil to'xtatolmagandek bir xil ruhiy holat hukmron edi. Endi ko'nib olishdi. Etish shodliqidan mast bo'lishgan Xitoylarning yog'dirgan o'qlarining zishliqidan ba'zi daraxt shoxlari ushtilib, qarsillab tushdi. Daraxt qo'llarida sanoqsiz o'q izlari qolmoqda edi. Namarat yezidan kelgan Jang Juntao nobud bo'layotgan daraxtlarga qarab, ahmoqona holda ko'nglidan shundoq kechirdi. Agar bu daraxtlardan taot yasamoqchi bo'lsa,
ichida qolgan sansızlagan metal parçalarga putlashib, bichara yog'ochchining tig'i kerakdan chiqdi-da. Aslida uning yesida qeri Xitoylarning qayg'usi tavut hozirlashda bo'lib, yog'och bak qimmat, bak qis bo'lg'achqa tavutni hozirlab qo'ya olgan qeri Xitoy baxtli Xitoy hisoblanadi. Bu ish uning bovusi o'ldigan chog'da ularning beshiga kelgachga yog'ochning qimmatligini obdan biletdi. Arqadan zich etilgan ulguch o'qlar dastidan ba'zi aram turgan eski tomlar yiqilishga boshladi. O'q tekkan hayvonlarning ichida chinroq bo'lgan kala buqalarning ichinchiq bo'qirashlari umum g'avg'o qiqa suralariga qo'shilib ketdi. Temi o'rilgan kataklardan uchib chiqqan to'qalar ansiz vaqildab, yerim uchib, yerim paloqlab jon halakchilikka tushganda, bu amdi yuraklari bir oz to'xtagan Xitoy askarlari uchun o'yin bo'lib berdi. Ular qorong'ulikda bir ko'rinib, bir ko'rinmay qolgan bu kichik jonivorni so'qib o'lish bo'yicha unsiz musobaqa boshlagandek bir kayfiyat borliqqa keldi. Buncha askarning bas-basda atgan o'qlarida o'lmaysa qutulish mumkinmidi? Tunji o'ylariga besib kirishlar, odamga qaratib o'tishlarmi Jang Juntauning yeldikilarda ko'rilishga boshladi. Umumiy shovqinga hamdi bolalarning chirqirashlari, ayollarning ahuzari, erkaklarning hasratlik nidosi qo'shilib o'tirdi. Tunji qitim o'q tutilib, tomlari har kunlikda qiliftilgan o'ylariga besib kirib, u yerda o'lmay chalqalgan dushman bormi yo'q, tintish boshlandi. Bir-birlab süzgüchni o'tkazgandek tekshirish kerak edi. Bo'lmas biror tirik qolsa, chet elga qochib chiqib olsa, baxtiyor sotsialistik jamiyatga qarshi so'yadigan tashviqotlar uchun shohid bo'lishadi. Jang Juntau bir o'yinning manglarcha o'q tekkanlikdan ulguchikidan ajrilib, o'rlaylab qolgan ishkini qattiq tepib ichib, uyga bir diska o'qni yelpigich shakillik etib o'tgandan keyin o'tkin nurli qo'l chirig'ini Kalashnikovning stovli bilan parallel tutgan holda santim-santim ko'zishga boshladi. Supuda yalang tembel kiygan, üstü ochoq, o'ttir yoshlardagi bir Uyg'ur dehqoni qonga melinib yotadi. Uning qo'lida qurol bo'lmaganning ustiga u o'ziga birarsining hujum qilishini kutgan hozirlikdagi birdekmi qilmaydi. Aksincha ustini selib etib, yerim yalang'och uxlayotganligi. Taladagi tunji sadolardan cho'chib uyg'onib, qarab beqish uchun uxlayotgan ichkaridagi uydan dalan uyga chiqishig'la o'q tegib supuga yiqilganligi aniq bilinadi. O'q tegibmi, oz deganda 30 boy o'q tekkandek qiladi. Oldi tarafı tamamen titilib ketken bo'lib, ichki a'zolarining parcha-parcha bo'lib, atrofga chachab ketganini bilgili bo'ladi. Jang Juntau shuncha qiziqqan, qo'rqib turibsimi, qiziqishi gohi-gohi ustiga kelib bilib boqis kelgan dushman mushi bo'lg'imidi? Yoki bunisi dushmanlar majbur turdi ishkini etishga zo'rlab kirib olgan mushi o'yning begunoh egisimidi? Undaqda bu uy egisini qoral kuch bilan zo'rlab, bostirib kirib, bu uyni o'ziga dalda qilib olgan dushman